Toshkent Farma Park hududida joylashgan Farmatsevtika texnik universitetida qabul jarayoni boshlandi. Universitet davlat oliygohi hisoblanib, O'zbekistonda hayot fanlari bo'yicha yagona xalqaro ta'lim maskanidir. Yangi O'zbekistonda sizlarga bunday sharoit yaratganimiz bejiz emas. Sizlar bu yerda ham ta'lim olasizlar, kelganlaring xudo xolasa. Va shu korxonada qanday bu ta'limni amalda ko'rish imkoniyatlaring bo'ladi. Men sizlarga bir iltimosim shuki, bir daqiqa ham bekor vaqtlaring o'tmasin. Ushbu davlat universiteti dunyoning eng tez o'sib borayotgan sohalari: farmatsiya, biotibbiyot, biokimyo, biznes menejment va data analitika yo'nalishlarda Buyuk Britaniyaning dunyoda yetakchi universitetlari dasturlari hamda xalqaro talabalar bilan ta'lim olish, qiziqarli sport turlarini, erkin talabalik hayoti, dunyo bo'ylab tan olinadigan xalqaro diplomni taklif etadi. Farmatsevtika texnik universiteti. Kutganingizdan ko'prog'iga erishing.